eng qiziq joyi O'zbekistonda 55 va 60 yoshlar nafaqaga chiqish yoshi, erkaklarga 60 yosh, ayollarga 55 yosh. Xotiram pand bermas. Ma'lum bir kasb egalari bor, ertaroq chiqishadi. O'rtacha yosh umr ko'rish O'zbekistonda 67 yosh, boring 70 yosh deylik. 70 yosh. 40 yil ishlashadi 7 yil nafaqa olish uchun. Faraz qilasizmi? O'rtacha 20 yoshda ishga kiradi. 40 yil ishlaydi, 60 ga kirgandan keyin nafaqaga chiqadi, bir 7 yil, 10 yil maksimum yashab vafot etadi. Qarang, ishlaydigan odamlar bor, ishlatadigan odamlar. Men aytmoqchimanki, farzandlaringiz shunaqa bo'lib qolishmasin. Ya'ni siz bilan bizga o'xshab qolishmasin. Ular ishlaydigan emas, ishlatadigan bo'lishsin. Lekin qarang aka, ishlaydiganlarni o'zi bunday olib qarasangiz, o'sha o'qigan, diplomi borlar-ku. Xo'p, ishlamaydiganlar orasida qancha diplomlilar bor? Qanchadan qancha diplomlar shunchaki chang bosib yotibdi. Gap diplomda emas. Diplom bugun nima? Ikki qora qog'oz xolos. Bu yerda gap nimada? Gap o'qishda emas. Gap o'qishda. Tushunasizmi? Uddaburon bo'lishda. Bugun o'qiganlar emas, o'qiganlar uddaburon bo'lyapti. Ha, o'shanda nafaqaga chiqsam qiynalib qolmayman, ko'p ishlasam degan g'alati qarashlar bo'lmaydi. Tushunasizmi? Bugun yashash kerak. Bugun odam maza qilib hayotdan zavqlanib yashash kerak.